Hammamizga ma'lumki, tabassum bu insoniylikning eng go'zal belgisi. Bizni bolaligimizdanoq doimo ochiq yuzli bo'lishga, boshqalarga jilmayib qarashga o'rgatishadi. Jamiyat doimiy ravishda kulib turadigan, pozitiv energiyaga to'la insonlarni qadrlaydi va ularga intiladi. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz, nega ba'zi odamlar hech qachon tabassum qilishni to'xtatmaydilar? Ular har qanday vaziyatda, hatto eng og'ir va qayg'uli damlarda ham yuzlaridan tabassumni aritolmaydilar. Bir qarashda bu juda ajoyib va havas qilarli hislatdek ko'rinishi mumkin. Lekin psixologiya va inson xulq-atvorini chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, bu tinimsiz jilmayish ortida butunlay boshqa, ba'zan esa hatto xavfli haqiqatlar yashiringan bo'lishi mumkinligini anglaymiz. Odatda biz tabassumni do'stlik, samimiylik va ishonch belgisi sifatida qabul qilamiz. Bizning miyamiz shunday dasturlanganki, jilmayib turgan insonga beixtiyor ishonch bildiramiz. Uning yonida o'zimizni xavfsiz his qilamiz. Aynan mana shu psixologik omil ba'zi insonlar uchun mukammal niqob vazifasini o'taydi. Ko'p tabassum qiladigan odamlardan ehtiyot bo'lish, barchaga shubha bilan qarash degani emas. Gap yuzga qotib qolgan, ko'zlarda aks etmaydigan va vaziyatga mos kelmaydigan sun'iy tabassum haqida bormoqda. Inson hissiyotlar murakkab va xilma-xildir. Tabiatan biz har doim ham xursand bo'la olmaymiz. G'azab, qo'rquv, qayg'u, umidsizlik bularning barchasi sog'lom inson ruhiyatining ajralmas qismidir. Agar inson doimiy ravishda faqat bitta emotsiyani, quvonchni namoyish etayotgan bo'lsa, demak u qolgan barcha tabiiy hissiyotlarini kuch bilan bostirmoqda. Bu bostirilgan hissiyotlar esa qayergadir chiqib ketishi kerak. Doimiy tabassum bu shunchaki yuz harakati emas. Bu kuchli himoya mexanizmi bo'lishi mumkin. Bunday insonlar o'zlarining atrofida ko'rinmas devor qurishadi. Ular tabassum orqali atrof muhitga menda hammasi joyida, mening ichki dunyomga kirmang degan noaniq signal yuborishadi. Evolyutsion nuqtai nazardan ham hayvonot olamida tishlarni ko'rsatish ko'pincha bo'ysunishni yoki yashirin tajovuzni anglatadi. Xo'sh, bu qotib qolgan baxtli yuz niqobi ostida aslida nimalar yashiringan bo'lishi mumkin? Ularning eng keng tarqalgan sababi bu chidab bo'lmas darajadagi ichki og'riq va ruhiy jarohatlardir. Insoniyat azaldan o'zining himoyasizligini yashirish uchun jilmayishdan foydalanib kelgan. Bu shunchaki instinkt emas, jamiyatning bosimi ostida shakllangan murakkab psixologik jarayondir. Ushbu niqobning ilk qatlamini olib tashlash va uning ostidagi asl manzara bilan yuzlashish bizdan biroz e'tibor va psixologik hushyorlikni talab etadi. Ana endi ushbu niqobning orqasida yashiringan eng asosiy omillarga o'tamiz. Insoniyat o'zining eng chuqur dardlarini va tushkunlik holatini doimo hammaga namoyish qilavermaydi. Psixologiyada tabassumli depressiya, smiling depression degan juda jiddiy va o'ta xavfli tushuncha mavjud. Bu holatda inson ich-ichidan yemiriladi, yashashga bo'lgan qiziqishini yo'qotadi, o'zini yolg'iz va keraksiz his qiladi. Lekin ko'chaga chiqqanida, ishxonada yoki do'stlari davrasida u eng quvnoq, eng hozilkash va doimo tabassum ulashuvchi insonga aylanadi. Uning yuzidagi tabassum qanchalik keng va yorqin bo'lsa, qalbida his qilayotgan og'rig'i shunchalik kuchli va azobli bo'lishi mumkin. Nega bunday insonlar o'z dardlarini bo'lishish o'rniga jilmayishni afzal bilishadi? Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, ular o'z yaqinlariga yuk bo'lishni, ularni xavotirga qo'yishni xohlashmaydi. Ikkinchidan, jamiyatning hukmidan sen nolayapsan, o'zingni qo'lga ol degan malomatlardan qo'rqishadi.
Uchinchidan esa, ular hatto o'zlarining ham bu dardga yuzma-yuz kelishlaridan qo'rqib, tinimsiz harakat va soxta quvonch bilan o'zlarini chalg'itishga urinishadi. Tabassum ular uchun haqiqatdan qochishning yagona yo'liga aylanib qoladi. Biroq bu niqobni kun bo'yi taqib yurish odamdan nihoyatda katta ruhiy va jismoniy energiya talab qiladi. Shuning uchun ham muntazam tabassum qiladigan bunday insonlar yolg'iz qolganlarida mutlaqo holsizlanib, apatiya va qattiq tushkunlik holatiga tushib qolishadi. Ularning yuzidagi maska faqatgina boshqalar uchun ishlaydi. O'zlari bilan yolg'iz qolganda esa zulmat boshlanadi. Diqqat bilan e'tibor bersangiz, bu sun'iy tabassumni payqash mumkin. Haqiqiy, chin dildan chiqqan tabassum psixologiyada Duchen tabassumi. Yuzning ko'plab mushaklarini, xususan ko'z atrofidagi qismini ham harakatga keltiradi. Inson chin dildan jilmayganida uning ko'zlari ham birga kuladi. Ko'z chetlarida mayda ajinlar paydo bo'ladi. Ammo hissiyotsiz, yuzaki tabassumda faqatgina lablar harakatlanadi. Ko'zlar esa sovuq, bo'sh va g'amginligicha qolaveradi. Aynan shu ko'zlardagi ifodasizlik ularning ichki qalb nidosidan sado beradi. Bu kabi odamlardan ehtiyot bo'lish degani ulardan qochish degani emas, balki ularning bu nozik holatiga zarar yetkazib qo'ymaslik uchun hushyor bo'lish deganidir. Ular aslida yordamga muhtoj, biroq buni so'rashga g'ururi yoki qo'rquv yo'l qo'ymayotgan insonlardir. Lekin doimiy tabassum ortida doim ham fojia yoki ruhiy tushkunlik yatavermaydi. Ba'zida bu xatti-harakat mutlaqo boshqa, o'ta sovuqqon va g'arazli maqsadlarga xizmat qilishi ham mumkin. Biz navbatdagi qadamda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan tabassumning eng xavfli va manipulativ turiga yuzlanamiz. Unda tabassum shunchaki himoya emas, balki boshqarish vositasiga aylanadi. Tabassum manipulyatorlar, narsistlar va toksik insonlarning eng sevimli va eng ko'p foydalanadigan qurollaridan biridir. Agar inson sizga tinimsiz, o'rinsiz va g'ayritabiiy darajada ko'p tabassum qilaversa, bu sizning hushyorligingizni susaytirish uchun qilinayotgan psixologik taktikadir. Tabiatda yirtqich hayvonlar o'z o'ljasini cho'chitib yubormaslik uchun ko'pincha ehtiyotkor va mayin harakat qilishadi. Xuddi shuningdek, hissiy yirtqichlar ham o'z qurbonining ishonchiga kirish, uning mudofaa devorlarini buzish uchun maftunkor tabassum niqobidan foydalanadilar. E'tibor berganmisiz? Firibgarlar, vijdonsiz sotuvchilar yoki o'z manfaatini ustun qo'yadigan odamlar siz bilan gaplashganda qanday jilmayishadi? Ularning tabassumi go'yoki sizni tushunib turgan va siz bilan yaqin do'st bo'lishga tayyor odamning qiyofasini yaratadi. Ammo bu shunchaki oyna. Sizning simpatiyangizni qozonish uchun qo'yilgan sirtmoqdir. Doimiy jilmayib turuvchi manipulyator o'zining zararli xatti-harakatlarini aynan shu ijobiy mimika orqali yashiradi. Agar u sizni haqorat qilsa yoki ustingizdan kulib kamsitsa-yu, buni keng tabassum va shunchaki hazillashyapman degan niqob ostida qilsa, miyangiz chalg'iydi. Chunki ongimiz tabassumni ijobiy reaksiya sifatida qabul qiladi va ziddiyatli holatda inson o'zini himoya qilishni bilmay qoladi. Sizni xafa qilishadi, lekin kulib turib qilishgani uchun jiddiy e'tiroz bildirishga ikkilanib qolasiz. Bu esa manipulyatorning aynan kutgan natijasidir. Yana bir ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan toifa bu toksik pozitivlik, zaharli ijobiylik tarqatuvchi insonlardir. Ular hech ham salbiy emotsiyalarni qabul qilishmaydi. Siz ularga muammongizni aytsangiz, yig'lasangiz, ular doimo jilmayib, hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilma, faqat kulib yur. Hayot go'zal degan shablon gaplar bilan sizning haqiqiy va haqli hissiyotlaringizni qadrsizlantiradilar.
ularning doimiy tabassumi aslida sizning dardingizni eshitishni xohlamasliklarini, o'zlarini negativ energiyangizdan yopib olishlarini anglatadi. Ular muammoga yuzma-yuz kelish o'rniga sun'iy shodlik orqali o'zlarini va atrofidagilarni aldaydilar. Bunday insonlar bilan uzoq vaqt birga bo'lish sizning ruhiy sog'lig'ingizga jiddiy ziyon yetkazadi. Bularning barchasini tushunib yetgach, haqli bir savol tug'iladi. Agar biz tabassumning ortida dardi bor insonlar va shaxsiy manfaatini ko'zlagan manipulyatorlar yashiringan bo'lishi mumkinligini bilsak, unda qanday qilib o'zimizni bu holatlardan himoya qilishimiz kerak? Navbatdagi yakunlovchi qismda biz ushbu zaharli yoki yolg'on tabassumlarga qarshi qanday qilib to'g'ri chegara o'rnatish va haqiqatni farqlash sirlarini o'rganamiz. Soxta yoki g'ayritabiiy tabassumni aniqlash va o'zingizni uning salbiy ta'siridan himoya qilish asosan sizning ichki sezgingizga, intuitsiya va psixologik chegaralaringizga bog'liq. Har qanday muloqotda agar kimningdir haddan tashqari ko'p jilmayishi sizda qandaydir tushunarsiz diskomfort, g'ashlik yoki ishonchsizlik hissini uyg'otayotgan bo'lsa, o'z instinktlaringizga ishoning. Tanamiz o'ngsiz ravishda xavfni yoki insonlarning asl niyatini sezish qobiliyatiga ega. O'sha sovuq, faqat lablarda aks etib, ko'zlarda ko'rinmaydigan tabassumni payqashingiz bilan munosabatlarda ehtiyotkorlik rejimini yoqing. Agar siz qarshingizdagi insonning tabassumi ortida ruhiy tushkunlik, depressiya yoki qattiq og'riq borligini his qilsangiz, unga nisbatan empatiya ko'rsatish eng to'g'ri qarordir. Unga nega doim kulasan deb emas, balki sen bilan hammasi joyidami? Men sening doimiy tabassuming ortida qandaydir charchoqni ko'ryapman. Agar xohlasang, gaplashamiz deb yondashganingiz ma'qul. Bu orqali siz unga o'zining himoya niqobini yechishi uchun xavfsiz muhit yaratib berasiz. Ammo agar g'ayritabiiy tabassum ortida manipulyator, toksik inson yoki o'z manfaati yo'lida sizdan foydalanmoqchi bo'lgan shaxs turganini sezsangiz, bu yerda butunlay boshqacha yondashuv kerak bo'ladi. Bunday odamlar bilan hissiy masofani saqlang. Ularning har bir so'ziga, va'dasiga va jozibador tabassumiga ko'r-ko'rona ishonib qolmang. Faktlarga, ularning qanday gapirayotganiga emas, balki nima ish qilayotganiga e'tibor qarating. Manipulyatorlar ko'pincha sizning chegaralaringizni tabassum bilan buzishga urinishadi. Siz esa o'z pozitsiyangizda qat'iy turishingiz va yoqimsiz narsaga jilmayib javob qaytarish majburiyatini o'zingizdan soqit qilishingiz kerak. Yodda tuting, insoniyat uchun barcha tabiiy emotsiyalarni yashash huquqi berilgan. Har doim ham baxtli bo'lish, har doim ham tabassum qilish qoidasi bu jamiyat tomonidan bizga majburlangan sun'iy standart xolos. Siz qayg'urishga, xafa bo'lishga, ba'zida umuman hech kimga jilmaymaslikka haqlisiz. Boshqalardan ham xuddi shunday tabiiylikni kuting. Munosabatlarda soxta ijobiylikdan ko'ra haqiqiy va garchi biroz noqulay bo'lsa-da, samimiy bo'lgan emotsiyalar muhimroqdir. Atrofingizdagi insonlarni faqatgina yuzidagi ifodasiga qarab yekmas. Ularning qalbi, qilmishlari va sizga berayotgan hissiyotlari orqali baholang. Shundagina siz yolg'on tabassumlar olamida adashib qolmaysiz. Va hayotingizga faqat o'zining chinakam, dushen tabassumini hadya eta oladigan insonlarni kiritasiz. O'z emotsiyalaringizga sadoqatli bo'ling va sizga ham shunday samimiyat bilan munosabatda bo'ladigan insonlarni qadrlang. Xulosa qilib aytganda, har bir tabassum ham nur taratmaydi. Ba'zilari qorong'ulikni yashiradigan chiroyli pardadir.